Yortasiz sassiqchol. Kim sassiqchol deyotganini bilib olsami? Men James Jackman. Menga desachi, hokim bo'lmaysanmi? Menga pul bo'lsa bo'ldi. Короче, seni pullaring qayerda? Pullarmi? Hech qachon aytmayman. Nabirang bizni qo'limizda. Aytsak ham aytasan, aytmasak ham. Nima deding? Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'ling. Ajoyib yangi tong va biz yana o'sha ishimizga qaytamiz. Hammaga salom bilan men Stromik va yangi videoga xush kelibsizlar va bugungi video roligimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Yeb ichgan narsalar olib kelib olib, oxirigacha ko'rishinglarni vobshida tavsiya qilaman. Xo'sh, bu yerdan telefon, pistolet, kalit, qarbaloni olamiz. Keyin mana mashinam ham bor, mashinani ham kalitini olamiz va bizda FNX 45 pistoleti mavjud ekan va bu orqali biz juda ham ko'p narsalarni amalga oshirishimiz mumkin, lekin men aynan shaharimizning eng boy odami James Jackning uyida yashayman. Ya'ni James Jack juda ham mashhur odam va boy odam va u menga juda ham yaxshi bo'lgan AKMlarni ajratgan. Albatta kanalimizga obuna bo'ling. Albatta obuna bo'lgan bo'lsangiz sizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Va biz hozir sizlarga mashinamni ko'rsataman. Mana bu BV mani mashinam emas, afsuski mana bu o'zimiz mashinamiz, lekin bu nomi esimdan chiqib qoldi, lekin yurishi juda ham zo'r. Albatta butun benzini yo'q edi. Men kecha oxirgi benzinni ishlatib kelgan edim. Men benzinga ulab qo'yamiz. Mana bu pastdagi 10 bo'lganda bizdagi mashinamizda benzini to'ladi va yo benzin yonilg'imi farqi yo'q. Короче, bu yerda BMW M3 juda ham ajoyib mashina, lekin bizga ozgina bor buni hali minishga. Lekin bundan oldin menga ko'proq Porsche yoqadi. Bu bizning o'zimizning mashinamizning nomi Acura obunachilar. Bizning mashinamizning nomi juda ham ajoyib mashina. Sizlarga aytsam, menga juda ham yoqadi. Ayniqsa drift qilishga ham ancha-muncha qulay va ancha-muncha operatsiyalarda meni uyaltirib qo'ymasdan yaxshi olib chiqib ketgan desam ham bo'ladi. Ya'ni yolg'on bo'lmagan bo'ladi. Xo'sh, ajoyib, menga ko'proq Porsche yoqadi, baribir Porsche 911. Albatta bu boshqa o'rin. Sizga qaysi mashina yoqadi, kommentarlarda yozib qoldiringlar. Albatta buni ham kutaman. Xo'sh, shunday bo'lsa, kelinglar, biz yo'lga chiqamiz, James Jackning uyiga boramiz. Albatta ekraningizda chiqib turgan 5 buni javobini yosh bolalar ham biladi. Bu misol shunchaki bizning video roligimizda shunchaki funksiyasi. Albatta sizni matematikani qay darajada bilishingizni aniqlab olishimiz uchun albatta buni kommentariyga yozib qoldiringlar javobini. Albatta men har bitta kommentariyani o'qiyman va javob qaytaraman. Bunga men kafolat beraman obunachilar. Shuning uchun kutib qolaman, hamma javob yozadi degan umiddaman. Unday bo'lsa James Jackning uyi tomon biz olg'a yuramiz. Mashinamiz jin ursin. Mashinamizda biroz texnik nosozliklar mavjudga o'xshaydi. Hammalar obunachilar hech qisi yo'q. Bu yerda avtobus turargohimi nima deydi, hayronman. Xo'sh, biroz o'tib ketdim. Svetofor mana bu yerdan sal qolsa piyodalar o'tish yo'lida yo'liga o'tib ketgan bo'lardim va nihoyat James Jackning uyiga ham yetib keldik va nihoyat. Xo'sh, hammaga salom yigitlar, qalaysizlar? Salom Stromik. Salom. Xo'sh, yaxshi, okey, hammaga salom. Biz mashinamni mana shu yerga qo'ysam bo'lsa kerak. Ha, bo'ladi. Ha, ajoyib. Xo'sh, bizda shunday odamlar ham mavjud. O'zi gavdali, lekin ovozi ingichka. Men haqimda gapirma. Xo'sh, ajoyib. Sen haqingda biz James Jack tepadami? Ha, xo'sh, okey. Unday bo'lsa tepaga chiqamiz. Ajoyib. Hamma assalomu alaykum janob James Jack, qalaysiz? Zo'r. Assalomu alaykum janob James Jack, menga birorta ishlar yo'qmi? Ishlarmi? Pastdagi Isuzu'ni tashqariga olib chiqib qo'y. Ehtiyot bo'l bola, eshikni buzib yuborma. Ajoyib, bunday bo'lsa, bo'ldi, gap yo'q, bo'ldi, chiqamiz, yig'ishtiramiz, hammasini chotga qilamiz. Xo'sh yigitlar, menga Isuzu'ni tashqariga olib chiqish buyurildi. ajoyib. Xo'sh, ajoyib bo'lsa ajoyibda. Ko'rishingiz mumkin obunachilar, bizda shunday mutant ovozli bolalar ham bor va ingichka ovozli bolalar ham mavjud. Bizda har xilidan mavjud, любойdan topiladi. Ajoyib. Xo'sh, shu ajoyib degan so'zni yo'qotmasam bo'lmaydi. Oxirgi paytlar juda ham ko'p ishlatib o'ryapman va nimaga sizlarga bitta fakt aytish esimdan chiqibdi. Ya'ni men James Jackning eng xos odamlaridan biriman va biz ora-orada har xil yomon ishlar ham qilib turamiz. Ya'ni har xil operatsiyalar o'tkazishimiz mumkin. Operatsiya nimaligini tushunasizlar degan umiddaman. Xo'sh, ajoyib. Yana ajoyib deyman, jinur. Yaqinda ajoyib deb o'lib ketmasang bo'ldi. Yo'q, men o'lmayman, chunki o'laman albatta, lekin dushmanlarning qo'lidan emas. Chunki qo'limdagi AKMni ko'rishingiz mumkin obunachilar.
Unda glyushiter ham bor, pirisel ham bor, fonar ham bor. Xullas har tomonlama 2x patron ham bor, har tomonlama anav qilingan. Xo'sh, shunday bo'lsa biz xo'sh. Ey, jinnibisan, mashinangni bosib ketyapsan-ku, ahmoq. Mayli, hech qisi yo'q. James Jack yangisini olib beradilar-da. James Jackni xos odami bo'lish ham maza bo'lsa kerak. Endi o'ziga yarasha Juniorson nimaga ogohlantirmadilar? Darvozani tepasini ochish kerak. Axir bu katta mashina sig'maydi deb. Yo'q, hayron qolaman-da bular. Atela masalatan bilmayman. Mayli, obunachilar mana bu yerga olib kirib qo'yamiz. Va endi butunlay eshik buzilib ketganman, 100% kafolat beraman. Endi men to'g'irlab chiqishim kerak. Vot men to'g'irlashim kerak endi. Hali ko'rasanlar, sanlar ham bir anu bo'ladi-yu, sanlarda ham bir anu bo'ladi-yu, ishinglar tushadi-yu, o'shanda men ogohlantirmayman. Ey ahmoq, jinni, o'zing buni bilishing kerak edi. Bilmagan uchun shunaqa bo'ldi. Endi men shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'lib qo'yaversin. Ey, mahmoq, asabim buzmagan, biz o'zimiz isimizni qilyapmiz. James Jack senga nima dedi? Isuzu'ni olib chiqib qo'y dedi. Sen nima qilding? Darvozani buzib yubording. Nima qilibdi? Satu chiqib sinmadi-yu. Hamma ayb sallarda. Men James Jackga aytaman, men shular meni ogohlantirmagan edi, keyin men shuna ish bo'ldi deyman. Sen hali bizni mahmoq. Sen bizni nimani aybdor qilib qo'ymoqchisan? Mahmoq emas, ahmoq bo'ladi. Nima bo'lsa ham-da. Xo'sh, ajoyib, xo'sh. Obunachilar, biz James Jackda turli tuman mashinalar bor. Bizda alohida avto turargohimiz mavjud, lekin bu yerda ham mashinalar kam emas va bizda mana bunday Yaponiyadan anime mashina zakaz qilgandik va bunga 1 yil bo'ldi va bir hafta avval o'zidan o'zi yurmay qoldi. Buni ustiga ko'rsatmoqchi edik, lekin buni ustasi faqat Yaponiyada bor ekan, ya'ni biz yashab turgan joyda mavjud emas ekan, ya'ni to'g'rimi deyapman. To'g'ri. Xo'sh, ajoyib. Unday bo'lsa, mana uy o'tolyaptimi? Yo'qmi? Stop. Bu mashinadan umid kutsa bo'ladi. Xullas nima deb turdim? Bu, ya'ni biz uchun alohida yasalmagan albatta. Ya'ni bu mashinani boshqalari ham mavjud, lekin James Jack uchun alohida qo'shimcha funksiyalari bilan yaratilgan bu mashina. Shuning uchun buni hamma narsasi ham ko'p emas, shuning uchun alohida yasattirish kerak ekan. Shunaqa qilib buni alohida Yaponiyaga olib borib tuzatib kelish kerak ekan, lekin James Jack menga nima kerak, yangisini olib qo'ya qolaman dedilar. Bo'pti dedik. Endi buni birorta ishchiga sovg'a qilishlari mumkin, lekin sovg'a qilishgani bilan buni qo'shimcha funksiyalarini olib tashlab bir nima qilib tuzatib bilsa bo'ladi. Albatta obunachilar, shu videoga 100 ta like yig'sa shu mashinani so'raymiz demayman, chunki like siz ham beraveradilar. O'tagi like bosib qo'yinglar. Albatta obunachilar, buni nima qilmoqchi bo'lsanglar, shu mashinaniga qiziqsanglar obunachilar, albatta xuddi shunaqangi mashinalar siz ham o'zingiz Minecraft'ingizda o'ynashingiz mumkin. Shuning uchun opisiya va kommentariyada link bo'ladi, ya'ni Telegram kanal havolasi bo'ladi. Albatta u yerga nima qilish kerak? Obuna bo'lish kerak. Xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa biz James Jackga chiqamiz. James Jack bo'ldi, sizni olib chiqib qo'ydim. Boshqa vazifalar yo'qmi? Pullarni olib chiqsan elik. Xo'sh, ajoyib. Pullar bo'lsa pullar. Yo'q, pullarimiz qani? James Jack chota pullar yo'qqa o'xshayapti-da. Shu yerda yaxshilab qara, ko'rmisan? Yo'q edi. Nima pullar bu qo'riqchilarni nima qil, so'roq qil, bo'g'ilib ketaman, pullar ham yo'q bo'lsa. Ajoyib. Xo'sh, xalq kimdir James Jackni pulni o'g'irlagan, ulardan biri siz bo'lsangiz hoziroq tan oling va sizlarni qo'yib yuborishga, ya'ni kechirishingiz shansingiz mavjud bo'ladi. Yo'q janob, biz olmadik. Yo'q, biz olmadik. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Ajoyib, sizlarga ishonaman. Unday bo'lsa men James Jackga xabar beraman. Undan avval esa kameralarni tekshirib chiqishimiz kerak. Ya'ni kameradan kim olgani shunday ko'ringan, ya'ni nusxasi bo'lish kerak. Ajoyib kameralar, xuddi yangidek ishlayapti, lekin bu kameralarimizga ham ancha eskirib qoldi, yangilashimiz kerak, lekin ancha yaxshi ishlayapti. Xo'sh, James Jackga hozir aytaman, xo'sh. Ajoyib, janob James Jack, mana kameralar. Ahmoq, men to'g'ri bo'ldim uni. Короче, ana bu qahvaxonachi Mark olibdi. Tezda undan pullarimni olib kel. Tushunarli. Xo'sh, ajoyib. Xalq qahvaxonachi Mark James Jackni pullarini o'g'irlabdi.
Endi undan qasos olishimiz kerak. O'zlarini kattaroq ochinglar. Lubboy payt pullarni olganmi, demak James Jackni ham olishi mumkin. U bizning eng yomon dushmanlarimizdan, o'zi oddiy qahvaxonachiga o'xshasa ham juda ham xavfli inson u. Tushundik janob. Tushunarli. Ajoyib. Adoyib. Xo'sh, shunday bo'lsa hamma tushundi. Unday bo'lsa men ishga kirishdim, obunachilar. O'sha mashina haydash uslublarim ham ishga kirishganimda o'zgaradi va juda ham ajoyib bo'ladi. Hozir qahvaxonaga boramiz, Markni qo'lga olamiz, gapirtiramiz, pullar qayerdaligini bilamiz va pullarni olamiz, qaytamiz. Xullas, qisqasi mana shunday bo'ladi. Sizlarga o'zim ishimni nima qilib bersam, obunachilar, o'zim ishimni gapirib bersam, xo'sh, ajoyib. Men katta yo'lda yuraman, chunki mashinani maza qilib drift qilish kerak. Masalan, mana bunday qilib, obunachilar, bu drift boshqa masala. Bu drift boshqa o'rin, obunachilar. Buni bilgan biladi. Maza qilaman, obunachilar. Xo'sh, mana bu yerda yana bir bor chapga burilamiz. Undan so'ng xo'sh, ajoyib. Mayli, mashinaga bir nima qilsa qilsin, James Jack yangisini olib beraman deb turadilar o'zi yaqinda. Oyligim ham chiqish kerak. Oyligimga ham sotib olishim mumkin. Uyim yonida uning qahvaxonasi, u iflosni, xo'sh, ajoyib yetib keldik. Unday bo'lsa ishni boshladik. Xonimlar va yo'q, hech kim yo'q-ku bu yerda. La'nati, nima yo'q bu yerda. Hamayli, balki tepadagi sklatga yashinib bo'lgandir u iflos. Xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa chiqib ko'ramiz va Vosh, Markjon, Mark, shu yerdamisan? Qanisan, Mark? Yo'q. Bu yerda ham yo'q o'xshayapti, la'nati. Yo'q. Jennerson. Bu yerda ham yo'q. Obunachilar, xullas shunday qilib hammasi barbod bo'lganga o'xshaydi, chunki bu yerda yo'q. Endi alohida uni boshqa joydan qidirish kerak bunga. Yo'q, Jennerson vaqt ketadi sizlarga aytsam, obunachilar. Jennerson hammasi la'nati orqaga qarab ketdi-yu, nima telefon bo'lyaptimi? Aloda. Assalomu alaykum. James o'g'illashdi tezroqga. Nimalar deyapsan, ahmoq? Jennerson. Yo'q, bu Mark bu iflos juda ham haddidan oshdi. Hozir men uni topaman va bo'ldi. Qiladigan faqat yagona ish qoldi. Uni topsam bo'ldi. Xo'sh, ajoyib. Hozir hamma narsani ishga tushiraman. Ajoyib. Hozir uni yo'q qilaman. Hoziroq yo'q qilaman. Jennerson qanday qilib? Men uni albatta qo'lga olaman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga alohida kattakon rahmat va ikkinchi qism uchun 100 ta like yig'amiz. Let's go. Videoni shu joygacha ko'rdingiz, brat. Endi davayda like ham bosib qo'ying, obuna ham bosib qo'ying, kommentariy ham yozib qo'ying, onasini ham.